Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda pensiya yoshi haqida shoshilinch xabar tarqaldi. Barcha pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, endi O'zbekistonda pensiyalar avtomatik tarzda tayinlanadi. Hech qanday ariza va navbatlar endi bo'lmaydi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 13 fevral kuni birinchi o'qishda qonunni qabul qildi. Unga ko'ra, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiyalar avtomatik tarzda arizalarsiz va hujjatlar to'plamasdan tayinlanishi boshlandi. Bu qanday ishlaydi? Davlat organlarining o'zlari barcha zarur ma'lumotlarni almashadi va pensiya olishga yoshiga yetgan fuqaroga erkaklar 60 yosh, ayollar esa 55 yoshdan pensiya ularning ishtirokisiz tayinlana boshlanadi, deyiladi xabarda.